Bundan 5 yil oldin Galasioni tark etganlar agar hozir keladigan bo'lsa, u Galasiyaga o'xshamaydi. New York, Washington va shunga o'xshagan Amerikani katta shtatlariga o'xshaydi. Hozir ko'rasiz. Amerika shtatlarining xonadonlariga o'xshab qurilgan Navro'z turar joy majmuasidan siz 6 ta xonadondan birini egasiga aylanishingiz mumkin. Ya'ni bor yo'g'i 6 ta xonadon qol patkulich holatda sizga topshiriladi. Ekraningizda esa biz ayni kadrlarni ko'rsatib boryapmiz. Yo'q, shoshilmang. Hali pulimni to'g'rilab olmadim deyapsizmi? Uni ham g'amini yemang. Yon tomonidan yana qurilish ishlari davom etyapti. Xohlasangiz bundan xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi 6 ta xonadon subsidiyaga beriladi. Mana yangilik. Mana bunaqasi Amerikada ham yo'q. Xonadonning boshqa joyda yo'q qulaylik tomonlaridan biri patkulich holatda bo'lgani uchun ham xonadonning sanuzul qismi, har bir eshiklari, undan tashqari dug' konturni kotyoli, qishda sovuq yemaysiz va bolalar maydonchasi, mashinangiz uchun xavfsiz parkovka. Bunaqasini Navro'z turar joy majmuasi Galasiyadan topasiz. Galasiyaliklar bormi?